Ramazon oyini o'z nihoyasiga yetishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Men uchun doim bir narsa muammo bo'lgan. Bu hayitlikda o'zimga yaqin bo'lgan insonlarim, ustozlarim, akalarim, silay rahim, amakim, xolam, tog'amlarga nima sovg'a qilishlikni bilmaganman. Endi sizlar uchun bunga yechim bor. Buni qaranglar, toshkentlik akalarimiz mana shunaqa bir chiroyli hadya yuborishdi. Buni maxsus iftorlikdan keyin bemalol mazza qilib yeb o'tirasiz deb. Bu shokoladlarni qarang, belgiyskiy shokoladlar, mana bunaqa chet eldan olib kelingan hamma qimmatbaho yog'lar, ayniqsa mana bunaqa turk qahvalari va undan tashqari iftorlikdan keyin mana bunaqa shirinliklar bilan mazza qilib oziqlanib o'tirishga nima yetsin. Bu hammasi chet el mahsuloti. Albatta bu ro'zadorlar uchun, sizga eng qadrdon bo'lgan insonlar uchun maxsus mana shunaqa upakovkada tayyorlangan. Bu narxini o'zi ham bir bebahoda, lekin ular atigi 3,5 million so'mga mana shuni tayyorlab sizlarga upakovka holatida yetkazib berishyapti. Endi siz aytishingiz mumkin, "Jo'rajon, bu menga sal arzonlik qiladi. Menga yanada qimmatroq narsa yo'q." Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmaymiz. Oxirigacha ko'rsangiz agar mana shu hadyani men kimga sovg'a qilishimni ko'rib olasiz. Shuning uchun tavsiya, oxirigacha diqqatni uzmasdan ko'rib, eshitib oling. Siz uchun akalarim mana bunaqa chiroyli kiyimlarni yoniga qo'shib bersangiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan fondagi obuv deysizmi, kostyumlar deysizmi, jinslar deysizmi va mana yaqin kunlarda Italiyadan olib kelingan mana shunaqa ko'ylakchalar istalgan rangingizda, istalgan dizaynda sizlar uchun maxsus turibdi. Kepkalarni qarang, kepkani mazza qilib boshga shunday bo'lasizda, taroveh namoziga chiqib ketasiz, mazza qilib namozlarni o'qib qaytib kelasiz. Yangi ham shortga bo'ladilar buni narxidan, lekin sizlarga yarashaveradi. Endi to'g'risi aytaman, ko'pchilik aytishdi, menga eng qimmat kerak, eng qimmat kerak deb. Kostyumni xush ko'ruvchilar uchun mana bunaqa chiroyli kostyum ham turibdi. Buni Cristiano Ronaldo kiygan ekan, uni tanida hamda sizlikdan bo'lishi mumkin. Narxi unchalik qimmat emas, 22 million so'mga turibdi. Men buni yaqin kunlarda o'zimning obunachilarimga bermoqchiman. Tanlovni bundan oldingi reyslarda qo'yganmiz. Eng zo'r kommentariy yozgan bir kishini tanlab olib, mana shu do'kon egasi bilan ikkalamiz birgalikda hadya qilmoqchimiz. Endi siz ham buni olib o'zingizning yaqin insonlaringizga hadya qilishingiz mumkin. Albatta bu bilan ustozlarning duolarini olasiz. Sizga eng yaqin bo'lgan sheriklar, biznesda hamkorlik qiladigan do'stlaringizni yanada ahil munosabatlarni olasiz. Eng asosiysi, sizni mushkullaringizni oson qilib beradigan amaldor akalarimizga ham sekingina hadya qilib yuborsangiz agar hech kim sezmay qoladi. Shuning uchun bu videoni o'zingizga saqlab qo'ying va eng yaqin do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Shoyatki ular uchun ham manfaatli, foydali bo'lsin. Va kommentariyada mana shu boksni ichiga yana nimalarni qo'shgan bo'lardingiz? Mana shu haqida fikringizni ham yozib qoldiring. Barcha raqamlarni hammasini pastda qoldiraman. Menga chiqib o'tirmanglar. O'tgan safar masajyorning apparatiga haligacha yozasizlar. Pastdagi raqamlarga telefon qilib chiqsangiz agar ana shu akalarimizning o'zlari sizlarga javob berib, o'yingizgacha, manzilingizgacha yetkazib berishadi inshaalloh. Ko'rib turganingizdek, Suzangaron Xo'ja Nisbaton masjidiga kelganmiz. Bu yerda biz uchun har kuni chiroyli taroveh namozlarida qiroat qilib berayotgan qori akalarimizni bugun xursand qilamiz. Albatta ularning boshchiliklarida turgan Boboxon aka domlalarimiz hamda barcha masjid jamoa a'zolarini Ramazon hayiti bilan tabriklab qolamiz. Ayni damda shomda iftorlikda hammalari chiqib ketishgan, hech kim yo'q. Ular kelgunlaricha buni ichkariga qo'yib ketamiz. Yakta hamın darak şöyle tamam eder. Azondan yetishni boshlashdi. Hozir shom namozini birgalikda o'qiymiz. Ungacha sandiqchalarimizni ochib qo'yamiz. Qora akalar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Barcha biz uchun qilib berayotgan xizmatlaringiz uchun rozi bo'linglar. Rahmat.